Oyli shu 13 kun ish kunimizga 65 ming 70 ming chiqyapti hozirgi momentda. Bir oyga 120 130 chiqadi. Chiqyapti. Nimaga 13 kun ishlagan? Endi 2 kundan 15 kunlik beradi-ku bu yerda. Ha, oylik 15 kunda bir beriladi. 15 kunda bir beriladi. 15 kunga 2 kun dam olasiz. 2 kun dam bo'lsa 13 kun ish kunimiz bo'ladi. 13 kunga qancha dedingiz? 65-70 olyapmiz hozirgi momentda. Akalar bular videoni so'rmaylar. Obar olib kelmaydiki, mashinalar bosh yerda, tanishlar misol. Pulni beradi. Zavod. Zavod beradi. Faqat uni ishlab berish kerak, toza. 9 ga ishlab ketsa ham farqi bosib oladi. Oyligidan bosib oladi. Oylikdan bosib Uni oladi. ishlasa besplat. Besplatni. Siz nima ish qilasiz aka o'zi? Men o'zim shu yerda endi Joyda o'zlaring, ular ham qanday qiladi-da, powerlar ham. Albatta. Ular o'zlaring qilaysizlar. Akasi qayerdan? Siz nima ish qilasiz o'zi aytib so'rayman. Fasad toshlarni ishlab chiqaramiz. Hozir Ya'ni ishlarga Yevropaga borib ketadigan toshlarni biz chiqaramiz. Hozir borib ko'rsatsak bo'ladimi? Albatta, albatta. Ko'rsatsang. Akasi qayerdan? Assalomu alaykum.